Akalarimiz yangi evakuator qilishibdi Gazelga. Kuzov ko'ryapsizlarmi? Juda ham sifatli ishlangan. Bilmayman nech pulga qildirishgan. Kegidan ko'rsalaringiz bo'ladi. Profillar qanaqa yaqin qo'yilgan, qanaqa qalin profillar qo'yilgan. Svarka ishi ham yuvelirniy qilingan. Qayerdan topgansiz ustani bilmayman aka. Juda ham zo'r qilingan. Yengi 6 ta balon qo'yilgan. Gazelga metan qo'yilgan, 2 ta gaz baloni bor. Faqat agregatlari, ya'ni o'sha generatori, troslari, libyotkalari qo'yilmagan. 2013-yil Gazel yaqindagina qilishgan. Faqat akalarim aytibdilar, yangi Lasettin bor edi, o'shani sotib, noldan o'zim yiqqanman o'zim uchun. Gabaritini ololmayapman, minolmayapman, menga to'g'ri kelmayapti. Hech qanaqasiga minolmayapman. 2-3 marta minib ko'rdim, eplolmadim deyaptilar. To'g'ri, endi hamma ishni ham eplagan odam qilsa bo'ladi. Endi o'shaning uchun bosh og'riqni orttirmay sotib ola qoladi deyaptilar. Xo'p, hadoyi juda ham noy qilingan, motor juda ham zo'r. Faqat libyotka yo'q. Libyotkani o'rnatasiz, ishga chiqaverasiz. Dokumentda maxsus evakuator yozilgan. 2013-yil, narxi $13,000. Yana ustida gaplashiladi. Telefon nomeri aytib yuboring aka. 88lik 788 1234. Bemalol qo'ng'iroq qilib gaplashaverasizlar.